Hozirgi kunda qurilish ishlari davom etmoqda. Ekşi jismon joy bo'ldi. Mening ismim Karomat. Men nogironligim bo'lishiga qaramasdan sport bilan muntazam shug'ullanib kelaman. Men har kuni o'zimga sen qila olasan, sen uddalay olasan degan motivatsiyalarni beraman. O'zi kategoriyasigacha hozirgi satirligi yo'q O'zbekistonda. Mening ismim Abdulla Samir. Men juda ko'p sport turlariga qatnashganman. Nogiron bo'lsam ham o'zimni nogirondek his qilmayman. Ko'p birinchi o'rinlar olganman. Tak, yoniga turdingmi? Almashgan holatda. Ko'rdingizmi qotgan? Ishtani qo'yishing. Eng qiziq qaysi sportga borsa birga olib kelaveradi.